sajda paytda banda Allohga eng yaqin paytda bo'ladi. Mana shu paytda ko'proq duo qilish kerak va so'ragan paytda qat'iyat bilan, aniq ishonch bilan so'rash kerak bo'ladi Allohdan. Alloh bera olmay qoladimikin? Ko'p narsa so'rab yordimmikin Allohdan? Alloh qiynalib qoladimikin degan narsa zarracha o'tmasin inson hayolidan. Butun mulk Allohniki. Insonlar va jinlar hammasi bitta maydonda to'plansa va ular xohlagan narsalarini Allohdan so'rasalar, Alloh bir lahzada berishga qodir va Allohning mulkidan zarracha kamayib qolmaydi. Mana shunday g'aniy bo'lgan zot Alloh. Demak, odam Allohdan so'rayotgan paytda qat'iyat bilan so'rash kerak. Allohga hech narsa kattalik qilib ketmaydi. Allohdan shunday so'raylikki, aniq berishiga iymon keltirib, qat'iyat bilan Allohning nihoyatda mulki keng zot, g'aniy zot ekanligini bilib so'raylik. Aniq duomi ijobat qiladi inshaalloh deb ishonch bilan so'raylik. Bo'lib ham mana qarang, sajdada duolar juda ham ijobat bo'ladigan payt.